Uzun CSS dersidagi 25 qism CSS o'rin belgilash. CSS o'rin belgilash xarakter orqali odatda bir qancha jadval orqali ondan amalga oshirib bo'lgan iqtidorni osonlik bir taraf qilib bo'ldi. O'rin belgilash bir elementning yana bir elementga qarata nisbiy o'rnini belgilash yoki ota-bola element o'tirisida varislik qilish alohidligini foydalanib o'rin belgilashni o'z ichiga oldi. Biz torbat yuzini loyilganda bo'laklashtirishdan foydalanamiz. Ama H1, D ve P elementlerini köpünce bölek dereceli element kılıp işletişki buldu. Bu elementler ma'lum bölek mazmunu öz içi aldı. Biz umumlaştırıp bularni bölek ramka deb ataymiz. Buna aksiya mas cho'nglan spa elementleri qurishchi elementler bo'lib, qurishchidagi bölek deb ataldi. Aniki mavu display xarakteri orqali bölek tipini tanlashga bo'ldi. Uning tövendagi ikki xil qimmati bor. Masalan, blok orqali qurishchidagi bölekni bölek ramka qilib ko'rsatishga bo'ldi. Demakchi bu yerdagi mavu qurishchidagi bölekni biz bölek ramkaga o'zgartib, uni texmo ro'shan ko'rsatamiz. Navn orqali bo'laksizlashtiramiz. Bundaq bo'lganda bölekdagi barliq mazmun yo'shirindi. Ammo bu display xarakteridagi navn qimmatiga kod orqali boshqa tor bekatlar ta'minlagan tor bekat statik uchurini xotirlash kodini qo'yishga bo'ldi. Masalan, bu yerda biz div style ma display navn deb mavu ikki divning orasiga olgan, bu yerdagi mavu 51 chekitlar torni ta'minlagan torbatniki mavu statik uchurini xotirlaydigan kod torbat yuzda ko'rinmaydi, lekin torbatda bu ijro bo'ladi. Demak, bu display nav'niki shu ikki qismdagi mazmuni yoshirish alohidligi bor. Aniki CSS-niki o'rin belgilash tuzilmasi. CSS-ning 3 xil asosiy o'rin belgilash tuzilmasi bo'lib, ular oddiy iqim, laylama va mutlaq o'rin belgilash iborat. Alohida belgilangandan boshqa barliq ramkalarga oddiy iqim orqali o'rin belgilandi. 3-chi mazmun CSS-niki position xarakteri. Position xarakteri orqali 4 xil o'xshamaga o'rin belgilash tipini tanlagan. Masalan, statik element ramkasi normal hosillanadi. Bölek darajalik element cho'ng ramka hosil qildi. Qurishchidagi elementlar bir yoki bir qancha qur ramkasi hosil qilib, at element ichiga o'rnashadi. Relative elementi element ramkasi ma'lum orliq yutkildi, element aslilik holatini saqlaydi. Absolute elementi element ramkasi hujjat yaqinidan o'chirib tashlangan masaldagi bölekka qarta o'rin belgilab ko'rindi. Fixed uning roli absolute'ga o'xshab ketadi, biroq o'z ichiga olgan bölek tor ko'rgich ko'znikining o'zi bo'ladi. Ammo bu position xarakteri haqida keyingi soatlik darsimizda tafsiliy tunishtiramiz. Uningki o'rin belgilash xarakter qimmatlari shu tövendikilardan iborat. Bularni keyingi soatlik darsimizda tafsiliy tunishtiramiz.